Tordaşlar yaxşımısızlar? Bugünkü muşu nahmaydanım Türkiye'deki qeyrindaşlarımga qartılgan bu yaqindan beri yeni bir tema çıkıptı. Hem de o bir konu tema dep oylayman men. Türkiye'den Xitayga qaytırılış aldidiki degandek muşundaq bir tema. Bunu men işkirlep sözlemesemmi menimcha hammanglar bilsizlar. Bultur yani 2019 7 ay mezgilida Zinnatgulning masalasi o'tirg'a chiqqandi. O vaqtida O'lamalar birligidan bir bayonotma e'lon qilingan. 2019 7 ayning 31 kuni bayonot e'lon qilingan. Men mushu bir to'plamning hammasini echib, yonda yana bir kompyuter bor. Mushunda hamma narsani ko'rib chiqdim. Bu bir koni tema. Andan keyin 2017 yili almashtirish qonun loyihasi deydi Turkiyada. Bu parlamentga sunulgan Turkiyaninki. Sunulganda hozirgacha u o'tmagan parlamentdan. Çünkü Öktüçüler Partisi var, anadaki her xil partiyalar bilan partiyadan tarkib topgan bir davlat bo'lgandikin, uningmi Uyg'urlarni hammasini Xitoyga qaytarishni hammasi xo'shallik bilan qabul qilishi notayinda. Ba'zan partiyalar Xitoy bilan alohida munosabatni qo'yib qo'yganlik uchun uni qo'llagani bilan mavu Uyg'urlarga xalq yaqin, Türk xalqi yaqin. Onun ishiniman. Anadaki 2016, 17, 18, 19 kadar bu sebeplerden qaytırılgan Uygurlar az emas. Birden, ikiden, lekin bir top qaytırılışı menimcha mümkün emas deb o'ylayman. Çünkü Türk xalqi Uygur milletini yaxshi ko'radi. Men tünögün bugün şu Türkiye'deki ba'zan bir advokatlar merkezideki Türk balalar bilan ko'rishib qildim. Eng muhimi telefon nomerlarini yaqin odamlarga qo'ysin. Birsining dergini olsin dedi. İkinciden telefon nomerlar özgürüp ketken bolsunmu, özgerginmi dep qo'ysin, yaqinlarga kim yo'qolib ketdi, anadan vaqtida siz bilan aloqalashsa bizmi yordamda bo'lamiz dedi. Ma Türk advokatlarning gapi. Men hamda bir narsa esimga kelib qoldi. O'sha Kanadaga olib ketish degandek shundaq ishlarda hammalar telefon nomerlarini qo'ygan. Her halda telefon nomerlarini almashtiramsizlar yoki bu bir tavsiya. Almashtirib, yaqin odamlaringlarga cho'qim telefon nomerlarini qo'yib qo'yinglar. Men o'ylayman, Türk xalqi hargiz bir top Uyg'ur qarindoshlarini, Uyg'ur Türkiye deb tilga oladigan shu Uyg'ur qarindoshlarini bir top Xitoyga o'tkazib berishga qarab turmaydi. Onunga cheksiz ishonchim komil. Jiq Türk qarindoshlarimiz mi dedi, biz xalqmi bir kishilik hasi qo'sha olamiz, o'zimizniki hokimiyatiga qarshilik ko'rsatalaymiz. Bu endi mumkin bo'lgan ish emas dedi. Lekin shundaqdimi hargiz bexastalik qilmaslik kerak deb o'ylayman. Men endi bu narsani sizlarga deyishdan boshqa o'zinglarningki iqomatinglar yo'qlar, vatandoshlik yo'qlar. Naydı özünlərə məsul buluşunlar kerak deb o'ylayman. Her qıtımda voy namoyisha desa degan düpür hammalar bayraqni ko'tarib manganlar, endi sizlar o'ylab beqinglar. Tashkilotlar sizlarga ega chiqsa chiqidi. Chiqolmay qolsa, Zinnatgul vaqasi yana bo'lib qolsa, uning uchun keyin voy burun qaytirilib ketganda, ana ölümden nimançolar qo'rqsizlar, qo'rqimiz. Vatanga qaytayversa, vatan tuprog'ida o'limiz. Mard va mardona bo'layli, qarindoshlar deb tavsiya qilgan yo'ldoshlarim bordi. Men hammani saqlab qo'ymaychi haqninki. Ismini aytmadim hozirchimi? O'zini tepib oldi yo'ldoshlar. Yo'ldoshlar o'zini tepib oldi. Shunga atdiganning yoqi bu narsalarni ko'rish orqali, voy, bu Zinnatgul masalasi yana qaytilinib yetibdi dedim. Çünkü 2016'daki iş mavazı yeni çıkıvatqını, lekin qaytırılmagan. Qaytırılmaqçı. Qaytırılıp boğanı çok. Qaytırıp boğanı iyi çıkmayımız. 2-3 gündür unutup gitimiz. Şunun için muşunundan sizler
ibret elip, özüңlarni qoğdışınlar gerek. Özüңlarni qoğdışınlar gerek. Anandikin o sizlar Türkiye'den Amerika'ya gitmegeninglar bilen vatandan kepla Amerika'ya gitadiganlar bor. Lekin sizlar onun içinde emas. Qancha odamlar ketalaydi? Sizlar nimaga bu Kanadaga ketaldinglarmi? Voy ketayli deb turib, men cho'ng kilamda bir narsalar yezib torlarda taqılıvatıdı. Biz Türk düşmanligini xalamaydık deb turib, jiq qarindoshlarimiz o to'g'riliqmi men ayrim gap qilibdi. Anaki, menmi Türk düşmanligini xalamayman. Bir elaq tuzunu yep, tuzluqunga degandekli ish o'ylab yiqinglar. Biz Məsələn, mən miyada oturub sizlərni oy deb turub, onda quturatqılıq qılmayman. Çünki mən sizlərni Norvegiyaga ketməyəm də. O yalğandan mən Poloniyaga ketmə, Pokunya'ya ketmə degan gapni qılmayman. Yalğançılıq o. Mən aldamçılıq şunda xoşam yo'q. Tərtim bilan oturub gəqiyatman. Hazır, hə? Davatımı. Özünüzdə qoğdaşını bişidi ögünün. Birisi pox yerdisi yeməng. Türkiye şuncalar jiq Uyg'urlarga bir sharoit hozirlab bergan bo'lsa, garchi nimjon yashayotgan bo'lsanglarmi, o'zimizni izlab boqaylik. Kimning depiga usul o'ynab ketdik, nimalarni ko'mdik deb o'ylab yiqinglar. Sizlar ozroqla bir napni deb o'zinglarning adresi, telefon nomer hammani ta'minlab berganlar o'zinglar. Shuning uchun to'satdan yutib ketsanglar, u bu bo'lsanglar, bir 6 oy ilgari bir bolaning ishiga aralashgandim. Onunla şu Türk avukat aralashib bu ishni hal qilib berdi. Uydan apchi ketgan. İstanbul'da turmaydi o bala. Uydan saqchi kirib apchi ketgan. Ayoli men bilan aloqalashgandi. Men her zaman deydiganim Türk xalqi bizning qarindishimiz, bizga undaq nachar Xitoyninki mundaq turkum odam akitishiga Türk xalqi hargiz yo'l qo'ymaydi. Türk xalqi hargiz yo'l qo'ymaydi. Men o'ylayman, Türk xalqiga ishonma bu jihatdan. Birdan, ikkidan o'zing shuning sabab jo'p qolma. Bir nachar bir ishga peshing tegib ketib qolsa, og'ziga mokkida sap bersa, o'zing sap bersa, ketadigan bir bahona shu zamot paydo bo'ladi. Bir davlat tursangiz, shu davlatning qonuniga cho'qim rioya qiling. Men Norvegiyada turib, Norvegiya vatandoshlig'i bo'lsam-mo, men Norvegiyaning bexatarligiga ta'sir yetkazadigan yoki Norvegiya dushmanligini chiqaradigan mundaq ishlarni qilsam, 2 kunning ichida izlab keladi meni. Mayli men vatandoshlik bo'lsam-mo, qo'g'labmi chiqarib yetadi. Vatandoshlikni elib qo'g'lab chiqarib yetganlarmi bor? Buningda misollarmi bor? Misollarmi bor? Bultur men muş Zinnatgul vaqasi bo'lgan chaqda, suvda bir qandaq bo'lgan, qachoqchilikdagi masala bilan boshqa yerga borgan vaqtlarimdi. Shuning oqiga o'lib turib, mush narsalarni bir boshdan qilsam, paloni narsalarni eslatdi-da. Yanılı deydiganim, o'zingiz uchun kurash qilib baxmadingiz Turkiyada. Berenmaydigan narsaga isilib oldingiz. Vatanni Turkiya berenmaymiz dedi. Amerika qilib berar, bizdan yaxshi qilib beralaydi degan bo'lgandikin, shu ishni bo'lmay, oy, osh degan necha ming kishilik namoyish, necha ming kishilik u bu. O'zingiz uchun chiqib baxdingizmi? O'zingizning iqomati uchun chiqib baxdingizmi? Vatandoshligi uchun chiqib baxdingizmi? Mushunda vaqtida asqatida emasmi? O'zingizni shunchalik bechora his qilibsiz jiqlar dedi. Bizga bir ega chiqib qo'ysangiz. Men ega chiqishning usulini o'ylab oxiri chiqdim. O'zingizni o'zingiz qo'g'ding. O'zingiz hargiz qonunga xilof bir ishni qilib qilsamang. Anandikin telefon nomeringizni almashtiring. Qaysi yerlarga telefon nomeringizni bergandingiz o'zingizga ayon. Telefon nomeringizni almashtirib o'ting. Lekin almashtirib bo'lgandan keyin o'zingizning yaqinlari cho'qim derikingizni olib tursin. O'zingizning sal chatig'i bor bo'lsa, derikingizni aladiganga u bularga deb qo'ying. Advokatlarga ham deb qo'ying. Advokat markazlari va agarda kerak bo'lsa, advokatning telefon nomerini men berma. Ayrim xonda so'rang. Men advokatlarning Uyg'urga ega chiqa oladigan advokatlarning telefon nomerini berma. Ashaga men munda bo'lsam, menga ega bo'lgan bo'lsang deb qilib qo'ying. Aniga oldirib qo'ying. Siz anaki kaplashgan chaqda advokat izdiganga qaraganda oldin tayyorlab qilib qo'ying. Suv kep bo'lgandan keyin emas, suv kagicha tayyorlab qilib turing. O'zingizniki ayon. Ma sababdan meni bundaq qilamu deb.
Endi Xitoy bir nima qilmaydi degilamaydi, poyez deganni, poyezni ulag'an tursa ashaqqa shu sababdan balkim bir ishlar bo'lishi mumkin. Sizning burun bir naq maydoningizda hali bir qo'yimchilik vaqasida supurib apmag'du degan tema bir deyilganda deb bir qarinishimiz yozib ekan. U deyilgani bilan uning degani bilan bir ish bo'lmaydi. Ammo birdan ikkidan bo'lib qolsa, uningga mana 2000 qanchinchi yildan tortib bor bu ish. Xuddilik Tayland vaqasi davomliq bor. Xuddi qo'sqi halvoslar, halol tomoqni yeysiz ish hal bo'ldigandek shunchalik oson. Yilda mushundaq vaqtda chiqadigan temalar ozroqli farqlandiga chiqadiki. Zinnatgul vaqasini bultur chiqqan. Ketgandan keyin chiqqan. Ketishning oldida-chu, xeyli kun so'rilgankan. Onadakilar hamma tashkilotlar chiqib, voy biz bilmay, biz nim qilgandik, mundaq qilgandik, munda o'g'anti, o'zini o'zbek debdika, o'zini munda debdika deb padoz degan vahshiy. Oxiri besilib ketdi. Chunki ular birsi-birsini oqlug'uchilik rol o'ynay oladi. Voyaga yetkazib o'ynay oladi. Qandaq vaqtida qaysi temani tashlasa, Uyg'urga qo'rqoq soldig'ini biladi. Hozir Turkiyada qanchalik Uyg'ur borlig'ini bilmayman-da, biladi. Uyg'urning ichiga qo'rqoq selish maqsad. Lekin men sizlarga deydiganim o'zinglarni qo'g'dashni o'rganinglar. Cho'qim qo'g'dasangiz qo'g'dana olaysiz. Hargiz qonunga xilof ish qilmang. O'zingiz ba'zan bir to'zoqlarga tushib ketmang. Eg'izni kontrol qilishni o'rganing. U bu yerda tashkilotning hammasi sizga eg chiqadigan shunisi zinnatgul ketqolmaydi. Kit qolgandan keyin mo'ynim bo'ldi, vaqt demanglar deb o'zi qaysimamdi. Lekin vaqt demanglar o'lib ketsa shit bo'ldi deganlar bo'ldi. Hammasininki nasiri miyada inniq turuqliq menda. Hammasi rasmga tortib u bular evatib qo'yganlarni mushu Zinnatgul vaqasi deb turib bir to'plam qilib qo'ygan. Ashning ichida hammasining bor. Ashi bir Zinnatguldan keyin derikini ololmagan, yo'qolib ketgan hammasi chiqdi. Bir baştan rasmlari var. İşenmisanlar özanlarınki ilgirki Facebook'ninki aşı qaytib bir yılın aldıki qarab baxsanlar çıqıdı o aşı nəslər. Meyli Taylanddan, meyli qaysı yanın olsa inniq davamlıq çıqıdığan tema muşu tema. Əgər də siz oylab baxın, muşu Türk düşmənligini keltirib çıxsınız, Avropada oturup qılalaysınız. Amerikada oturup qılalaysınız. Meyli Türkiye'de oturup qılsınızmı, özünüzün vatandaşlığı var. Hiç bo'lmaganda Türk vatandaşlığınız varken, yoki başka bir yerning vatandaşlığınız var. O başka bir yerning vatandaşı sizni qo'g'lasa, shu başka bir yerga qo'g'lab berdi. Xitoyga qo'g'lamaydi. U Turkiyadagilarni Xitoyga qo'g'laydi. Xitoyning vatandaşlığı deb turib. Shuning uchun dapqi usul o'ynamang. Hali bir Don Quixote deb bir kitob bor-chu. O'zini voy men degan bir marshal, men degan mundaq deb turib xiyolparast bir odam. Shuni narsa to'satdan bir esimga qoldi. Biz o'ltirib Don Quixotening hikoyasini qilsak bo'lmaydi. Xiyoli o'ltiribchu. Qo'sqa ichayotgan odamga nima qilib bera olamiz degan narsani qilamiz. O'yinga tushib ketmanglar deyman. Men davomliq ansiraydiganim Turkiyadagi Uyg'urlar. Sizlar o'yin bilan heliqi yerga, Suriyaga yo'llangan. O yo'llovchilar yana obdan yaxshi yashayotdi. Lekin jiq qarindoshlarimizni arildik. Har qatimda ashu bir qilib qolgan ozgina uni hukumat hal qila oladigan bir qism odamlarning ishini yilda chiqarib, ashuni Amerika dushmanligiga soladi. Endi yana Turkiyanikini qilyotdi. Bu yaxshi emas. Türkiye'de hiç bo'lmaganda pasportun yo'q bo'lsa turibsa, ayni vaqtida shu boshlarimi deganti. Men unda bir top odamning bo'lmadi deb Xitoy bilan kelishim bor. Har qanday bir davlatlarda shunda bir ishlar bo'ladi. Xalq muhim rol o'ynaydi. O'zingizni qo'g'daysiz. Miyani ishlatibroq ish qilsangiz, anandaki bizmi yordam qo'limiz suna olamiz. Men hergiz u yerga ketma, bu yerga ketma deb unda po'atmayman. Unda qilmayman. O yolg'onchilik u. Ko'rdinglar-ku?
Aldırsınlar hemen şu oçuqçılık bo'lib ketgandan jiq ishlardan ansirdinglar. Ba'zilar degan bugun at degan 200 dan oshiq odam agarda menda bir ish bo'lib qolsa, sizlar bir nima qilib qo'ygan bo'lsizlar, derikim deb qo'ygan bo'lsizlar, ma mening nasdirimdi, ma mening ayolimni izlasizlar bo'ladi deganlar bekchiq. Uni yezib qo'ydim. Lekin men o'ylaydiganimcha Uyg'ur nima uchun davomli o'yinga tushidi deb o'ylab yiqinglar. Bu o'yinni Xitoy falan yerda turadi. Lekin yenimizda shu Xitoyning odamlari sizni o'ltag'izmayotgan shu nima deb bilalaydi? Bizning tomirimizni tutib olgan Xitoy. Qaysi vaqtida qaysi davlatdagi shaxmatni o'ynashni biladi. Shuning uchun sizga oromingizni buzadigan birla narsa chiqarib asli bo'ldi. Biror o'yinga sakrasangiz shu Turkiyada mushundaq vaqtda virus mazgili hammamiz uyda solaqliq vaqtlarda birla shaxmatni o'ynayversa, siz ashunga o'ynadingiz. Shu shaxmat taxtasiga tushdingiz. Shuning bilan siz nima bo'lsiz? Tazı dağdığılıq sizni yolga sevitadiganға bir bahane boludu. Şunun üçün uyğumuzni acaylı qeyrindişim. Hiç kim sizni əp gitemeydi. Türkiye'deki uncuvalacak Uygurni hiç kim əkitemeydi. Faqat təşkilatlar məlum bir nəsəge kerek olub qalğan vaxtınız deyil mi? Namayışın dağdığılıq ötküzgen çağda siz kerek bolsiz. Onundan başka vaqtda da sizge 5 kilo may, 10 kilo un, gürüş boldu tügedi şununla. Şunun üçün ma qoldum paydalanıp durup, men mehnat qılıp durup, işlep jenimni baqay, malaga beqindi olub qalmay, tilim uzun bolsun degan yo'lni tanlaganlar yaxshi yashab etibdi. Anadan onun aldidimi bultur muş tırış baqaylıcı vatandaşlık aldığanğa bir yardım qilgan bolsangiz deganlarniki ondaq bundaq o yol bu yollarni köstüp qilib hal bo'ldi. 30 necha odamdan chiqdi. Shunchalik suyundim. 37 odamdan chiqdi vatandaşlığı. O nayt təs bir işmi emas degeni his qildik. Gap özünüzün salayetini aniqlaydigan narsalarınız buluş gerek degan yerlar bor. Şunu tirishib turib, ya pul xashligini yo'q, jimjit erto'ginamda voy, biz qildik, pul beringlar deb chiqmasin, mundaq qilib o'ltiringlar degan to'q, mundaq qilib o'ltirdi, hal bo'ldi. Shu aqlliq bo'lsangiz, men ishlasangiz bo'ladigan narsa. Mush qatammo Türk düşmanligini partiyalar bilan partiyalarning orasiga, Turkiyadagi partiya bilan partiyaning orasiga ziddiyat selishning o'zi nima? Savol qo'yib beqing. Aqlingizni ishlatib beqing. Uyg'ur unchalik 4 millatmi emasdi, nim bo'ldik men bilmayman. Men bilmayman. Tilamchiliknimi, hammanimi o'rgandinglar. Yana bir michiliknimi o'rgandinglar, kallani ishlatmaysizlar, kim chiqib birmi desa shuning oqidan oy mashallah, inshaalloh deb o'ltirsizlar. Men yana bir ishiltib baqay. Mushu meni ap kitalamda boshqa davlatga degan narsani. O boshqa davlatda o'tirib so'zlar berdi. Men miyada turib mayadan o'tkazay ya ko'may mani, ya ko'sammi kallamni ishiltib turib ma to'g'ri kelamdi, to'g'ri kelmamdi deb o'ylash kerak. Türk xalqi hergiz türkümlep Uygurni hökumeti Xitoyga o'tkazib berganga qarab turmaydi. Men uningga ishinaman. Lekin birdan ikkidan to'zaqqa dassangiz zinnat kunning bu baxtiga. Nima deb 2016dagi narsa to'satdan bugun chiqib qoldi? 2000-yili chiqdi. O'ylab beqing. Nima deb bugun chiqib qoldi, tunogin chiqib qoldi? Onun aldıda hammasi jim o'ltag'anmi, ashini saqlab, qo'ltiqning ostiga qistirib, po'koniga bostirib, nima deb to'satdan chiqib qoldi degan narsani o'ylab beqing. Tuyuqsiz chiqdi, yilda chiqadi ekan deb. Siz bir yilning oldiga qaytirib Facebookingizda eslab beqing. Facebookka hamma narsani eslatib qo'ydi sizga. Faqat o'zingiz eslashni xohlamaydigan o'xshaysiz. Men Yevropaga kelgandan keyin Tayland temisi bo'lyapti. U hozir tuguni yo'q.
Balı ba. Hem de kosaqni halal tamaq yeydigan bo'ldi deb. Anandan keyin aş tetiqsiz temaning hammasi chiqdi. Heyliqi Birmi radiosi deganda. İsmini aytmaychi, ko'nglimni ilashtirib. Ha, elə tungan imam, cemaat arbabı deb chiqdi. Elə Taylandningki oy qo'sqini halal tamaq yeydigan bo'ldi. Aş qo'sqili hali bo'lsa bizning Uyg'urlarning ishining qo'sqili hali bo'lsa hamma narsa hali bo'ldigan o'xshaydi deb o'ylab qoldim. Mush ochliq qolgan bir millat o'xshaymiz deyman. Mush boshqa davlatlardami shu? Nima shu yeganinglar so'rim bo'lmasa, o nima o'qilmaydi, nima o'qilmaydi, hamma nima bo'lmaydigan bir hakim. Yepli o'tirgan bir millat o'xshaymiz dedim men. Yeganlar qo'sq oshlar. Shuning uchun yeganinglar ishi. Men shu Ramazon mezgilda Qur'onni, Uyg'urchini hammani selishtirib turib bir yana qayta bir dars o'qay deb turib qilsam hech qaysi Qur'ondagi masala emas, Uyg'urning o'zidagi masala. Siz o'zingiz o'rinli qilmaymish Qur'onni o'zingiz biladigan til bo'yicha anglab beqing, o'qib beqing, selishtirib beqing. Bizning e'tiqodimizda masala yo'q. Bizning shu dinimizni bizga so'zlab berguchiga o'ylab beqing. Hacıdı bağma, özən oqalısan, nimişki xəqni ilahda görsə, oqu baqa özən, nimələr çıxıdı ki? Bəzən insanların quluğu qaz, közü kör buludu, həqnin aldıda deydi. Həqnin aldıda biz qandaq bir millət olduq, həqqa biz mandaq, bir niməni çıxırıb oğucu ayrım xansı tıllaydı. Vay man demək, sözləmək, oq dəb. Şunun olayla elə xain münafıq dopiskiyə girib qalğan talay Facebookda ballar var. Muşunda deyibdi. O gep tapamağandı ki sizə cavab verəməyəndi ki şu. Oy mən tolay başdakilərin ayımızı sual qoyub baxan, tünögün qoymağan olağa. Neymiş ki çapançıları yapıdı. Cavab verəməydi. Qarşınızga çıxıb sual cavab verələmdi. Verəməydi. Prezident Trump mı? Həmmədəm ki cavab verələydi o. Tillığanğım cavab verdi. Həmmisi cavab verələydi. Çünkü qo'rqadigan yeri yo'q da aqil chiqarib qo'ygan. Xuddi bir yana prezidentdek o'zini holi bormi deb degan son bilan javoblashamdi. Qilib o'tasa, sizlar o'zinglar ahmoq bo'lasizlar. Endi bu Turkiyaga chat kelib ulgadi. Agar sizni olib ketalsa, uning yo'li ayrim, olib ketamaydi. Shuning uchun o'zingiz qo'g'dan qayrindishim, aqlingizni ishlating, o'zingizningki iqomat uchun, shu nimalaringiz uchun vatandoshlarınız küçükken bolsanız bu akşam bir işiniz hal bo'ladi. O nopussiz. Voy, agar da qiynaldim desizlar, agi verish yo'li. Xeyli aralashdimush yaqindimi. Xaqning qo'nglimi arab o'tdagan ma xotinning oshxon kirib bo'g'chilar oshxonda. Ma xotinning eri bormi? Erinari qilib qolgan. Undaq deblar agi verib atgan. Hamma betbashir ishi Uyg'urning ichida bor hozir. Biz mush Qur'onda qanda bir adamning halol juftigi bor adamning ko'zi nim qilish gunoh emas deb yoziqlama Qur'onda. Voy, men sen uchun men dinchi emas. Men sana ders verəlayman, içib ko'rib baxayli qanchinchi parida nima deganlarini. O'zingiz ko'ngil qo'yib qilsangiz, o'zingiz o'rganalasiz, dars olasiz. Voy, men mani qilsam gunohga, mani qilsam diqqat qilishim kerak deganlarsa qonun tursa. Devletin kanunundan başka dini kanunumuz var. Nima deb xalqni og'zini ularni sana şu Kur'an'da o'qigandir, lekin boshqacha o'qigandir. O'ziga xos yerlarini burmulab turib sizga dars o'tib berdi. Uyg'urga boshqa dini o'limalar dars o'tib bo'lmamda, o'zimiznikilar o'talaydi. Chunki qonunni o'zingiz bilasiz. Uyqungizni echib, ma Turkiyadagi dushmanlik qilayotganlarga yo'q deb javob bering. Hergiz ko'chaga chiqmang. Ma toza bir yaxshi mezgillar emas, virus mezgili, uyda turayotgan mezgil. Mushunda vaqtida o'ng tarafda bir quyun chiqarsa, shuning depiq usul o'ynasangiz, poyez tayyor. Hech kim bilmaydi o vaqtida. Uyqungizni ichib, bir-biringizga derikingizni bering, telefon nomerlaringizni almashtirib eting. Almashtirib bo'lgandan keyin haqqa deb bering yaqinlaringizga. Men bunda bir ish yo'liqsam, mening derikimni qil deb. Agarda qamlashib turolmasangiz, men bilan ayrim aloqalashsangiz bo'ladi. Lekin hergiz Turkiya xalqi, hergiz hukumatining
Uyg'urni turkumlab Xitoyga o'tkazib berishga qarab turmaydi. Türk xalqi hargiz qarab turmaydi. Uning ishi nima? Lekin qo'rqoq salsa, qo'rqmang, oldini eling. O'zingizni qo'g'dashni o'rganing. Bu qo'g'dash faqat o'zingizning qo'lidan keladi. Miyani ishlatsangiz, miyaga ega bo'lsangiz, anandan keyin keladi. Hamma yerda boshqa 10 temalarni yozib o'tasiz. Ha, shunda o'xshaydi deb qo'rqoq silib o'tmay, nima deb 2016 bo'lgan ish, 2017 bu qonun loyiha sunulib tikan, lekin rad bo'linib tikan. Hozircha rad bo'linibdi. Nima uchun rad bo'lindi? Anandan keyin yilda 1dan 2dan 3dan 4dan 5dan shundoq ketib qolganlar biladiganmiz. Nima deb zuvan chiqarmidik ayni vaqt. Am to'satdan yana nima ishqa? Muncha yil bo'lgancha bu tema o'tirg'i chiqib qoldi. Nimaga kerak bo'lib qoldi? Chunki Amerika qonun loyihaning masalasi chiqdi. Anandan keyin sizlar o'ylab beqinglar, ba'zan 10 lavz temalar torlarda toza bozor topolmadi. Shuning uchun yangiroq bir narsa kerak bo'lib qoldi. Uning uchun qo'rqoq soladigan bir tema kerak bo'lib qoldi. Shuning uchun chiqyotdi. Qallangizni biza ishlatsangiz, o'zingizni qo'g'day olasiz, immunitet kuchingizni oshira olasiz. Bu qo'g'danish o'zingizning qo'lidan keladi. Dinnimi o'zingiz o'qisangiz bo'laverdi. Torda hamma narsa bor. Hargiz millatimga manda qildigan bir ishni o'ylayapman deb, hey xudoyim, ba'zan odamlar qilganlariga qarab xudoyim tova, endi qolganini Allohga topshirdim deyman. Millatimni Allohga topshirdim men. O'zinglarni topshiringlar. Xudo mushuni bergan bo'lgandiki, meshani bir ishiltib baqsanglar, bir gap bo'ladi. Hey, nimaga ashundaq o'ynaymizki, tang dopni chappasi, birinchi usul o'ynaydigani shu. Mashrab yo'q yaga degan usullar hozir shu vitvitchilik yo'q yaga sizlar dorimaysizlar. Axlinglarni ishlatsanglar, uyqunglarni ochsanglar, o'zinglarni o'zing qo'g'day olaysiz. Turkiyaga hech qanday bir nima deydigan, yana bir bikaga chiqarib deydiganga nima ish qilsizlarki men bilmayman. Uyqungizni eching. Ketib bo'lgan, Yevropaga ketgan, yana bir yerga ketib bo'lgan odamlar nima deb mushu koni yağanni chiqib üstelge tashlavatdı. Yangidan qamlashmagan deganlar tezdan paydo almashtirib yangi bir millat chiqyapti deganni o'ylash beqing. Agar sizga shu dars o'tgan, sizga ashuni tatqanlar Turkiyada emas, ba'zilar Turkiyada o'z Turkiyadan qo'g'ilasa o'ziniki vatandoshlik bor davlat ketadi dedim-ku. Sizlarni qo'g'ilasa Xitoy qo'g'laydi. Aqlingizni ishlatib, miyani ishlating. Xudomi mishani bergan-ku, bejirimlaringlar miyani ishlatsanlar bo'ladi. U o'qimagan bilan emas, bunda qarabmi o'rganadi ba'zan narsalarni. Eğer tegishini opingiz o'rgatmaydi sizga. Qo'g'dinishni o'zingiz o'rgansangiz bo'ldi, haqqa qarab beqibchi. Juma qarindishim, Turkiyadagilar axlonlarni bek ishlatinglar. O'zinglarni qo'g'dash o'zinglarning qo'linglardan keladi. O tashkilot siz shu namoyish qilganda kerak bo'lasiz. Elga tizimligingizni elib, belg'ajih pullarni elib sizlarga ana 5 kilodan berdiganda shuningda asqatsizlar. Onundan başqa narsada o'zinglar qo'g'dishinglar kerak. Axlinglarni ishlatinglar. Advokat tizim aldırıp qo'yinglar agarda sal ner beri, "Voy, mening bundaq ishim bor" deganlar advokat tizim aldırıp qo'ysanglar bo'laverdi. Vaqtda sizninkidan bir ish bo'lsa, aloqalashqili bo'ladi. Rahmat sizlarga qarindishim.